tibbiyot talabalari Germaniyaga borib shifokor bo'laymi yoki USML o'rganib Amerikaga ketaymi degan savol bilan doim o'zlarini qiynab kelishyapti. Men o'ylayapman, men o'qigan nemis tilim qani? Tarjimonlik qilardim. O'sha paytda avstriyaliklar keldi. Avstriyaliklar bir-biri bilan gaplashyapti. Nemis tilini gaplashyapti, lekin ularning ham Avstriya dialekti bor. Avstriyaliklarga ana shu dialektini tushunmasdan bunday qilib qaradim. Ko'pchilik o'ylaydi, Germaniyada o'rganaman, o'rganib olaman, gaplashsam ichkari borsam muhit bo'ladi, o'rganib olaman, tez o'rganib ketaman. Lekin nemislar gaplashmaydi unaqa odamlar. Nemislar gaplashmaydi ular bilan. Kurs boshlangandan 10 kun, 15 kun kechikib kelgan. Boshlanib B1 sertifikatga 5 oy to'liq ketdi, B2 sertifikatga 7 oy ketdi. Bir marta aldagandan keyin siz yo'qsiz u inson uchun. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun studiyamizga Herr Sharofboyev, ya'ni bizni avvalgi o'qituvchimiz, nemis tilini o'rgangan vrachimiz Shohjahon Sharofboyevni taklif qilganmiz. Xush kelibsiz Sharofboyev. Rahmat taklif uchun. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelganingizdan juda ham xursand bo'ldik. Qanday kayfiyatlaringiz? Rahmat, juda ham a'lo. Germaniyalarda ob-havolar qanday? Ob-havo issiq. Issiq hamma joyda. Har doimgidek. Herr Sharofboyev, juda ko'p hozirgi paytda tibbiyot talabalari Germaniyaga borib shifokor bo'laymi yoki USML o'rganib Amerikaga ketaymi degan savol bilan doim o'zlarini qiynab kelishyapti. Sizda mana tajriba bor. Siz Germaniyani tanlagan, ya'ni nemis tilini o'rganib Germaniyada Fachsprachprüfunglarni topshirgan shifokorsiz. Bu haqda ozgina gapirib berasiz. Undan oldin avvalroq o'zingizni qisqacha tanishtirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, ismim Sharofim aytdingiz, Shohjahon, ismim Sharofboyev. O'zim O'zbekistonda, Toshkentda bakalavr yo'nalishida Toshmiyda, klinik koordinaturani Sampida lor yo'nalishi bo'yicha tugab tamomlab 5 yil mobaynida O'zbekistonda lor vrach bo'lib ishlab, ana undan keyin nemis tiliga qiziqish uyg'onib qoldi menda. Nemis tiliga qiziqish uyg'onib, Germaniyaga ketish o'zi bakalavr o'qib yurgan studentlik paytlarimizda ham bo'lardi. Men o'sha Germaniyaga ketish, faqat u paytlar hozirgidek imkoniyat yo'q edi. Juda ham bitta yo 2 kishi Germaniyaga ketardi. Uni ham qanaqa ketganini bilmay qolardik. Ularni odamlar bilan gaplashilmaydigan qanaqadir yopiq davralarda bo'larmidi balkim bilmayman. Hozirgidek media bunaqa rivojlanib ketmagandi. Qanaqa ketdi, u qayerda til o'rgangan hech kim bilmas edi. Media yo'q edi, chunki biz student bo'lgan paytlarimizda men eslayman, endi Nokia telefonlar, smartfonlar chiqqan edi. Smartfonlar 5-6 kurslarga borganmiz. Endi уже media hali rivojlanmagan, faqat smartfonlar. Hali Instagram yo'q, Telegramlar, men WhatsApp edi u payt zo'r edi. WhatsApp. Facebook, WhatsApp. Lekin hech kim mana reklama bunaqa narsalar yo'q edi. Bilmas edi kim qayerda tayyorlanyapti. Hamma plakatlarga qarab, bu yerda til kursi bor ekan deb qidirib yurishardi. Germaniya biz uchun bir qanaqadir orzu, bir boshqa sayyorada edi-da. Tasavvur qilish, u yoqqa borish haqida faqat orzu qilish mumkin edi. Necha yil oldin nemis tili o'rganish fikriga keldingiz? Nemis tili o'rganish fikri mana shu birinchi, to'g'risi mana hozir Germaniyada ishlab yurgan o'rtoqlarimiz bor, o'zimizning kursdoshlar. Baribir inson o'sha ko'rgan davrasini, kimdir biror narsani davringiz oldidagi tanishingizlar qilsa, shugina shu inson qilish mumkin deb o'ylaydi odam. Albatta. Bu paytgacha mumkin emas deb o'ylagan. So'ng o'rtoqlarimiz ketdi, o'zimiz yaqin taniydigan o'rtoqlarimiz, kursdoshlarimiz ketdiki, o'shandan keyin paydo bo'ldi. O'rgansa bo'lar ekan demak. Chunki birga o'qigansiz, birga bir necha qadamlarni bosib o'tgansiz, bilasiz, ya'ni bir xil fanni o'qigansiz, bir xil narsani o'qigansiz, demak, men ham o'qisam bo'lar ekan, o'qiy olar ekanman degan ishonch paydo bo'ladi-da. O'shandan keyin o'zi siz oldingizga kelishimizga ham shu kursdoshlarim sabab bo'lgan. Kursdoshlaringiz tavsiyasi bilan kelgansiz. Do'stlarimiz, kollegalarimiz. Men ham ilgari, mana 24-yilgacha bunaqa Instagram degan narsani tushunmaganman, bilmasdim. To meni ya'ni kursumdagi talabalarim aytmaguncha. Ustoz, mana bu yerda Instagram bunaqa deb tushuntirgandan keyin yetib borgan menga. Yana so'ramoqchi bo'lganim, nemis tilini o'rganishda juda ko'p oilalarda kimlarga ruxsat berish kerak? Misol uchun ota-onasi, turmush o'rtog'i, har xil vaziyatlar bo'lib turadi-da. Masalan,
ba'zilar turmush o'rtog'i xohlamaydi Germaniyaga ketishni, ba'zilar ota-onalari xohlamaydi. Ba'zilar ota-onalari chaqirib oladi hattoki Germaniyaga borgandan keyin. Sizda ham ana shunaqa oilaviy to'siqlar bo'ldimi? Qaysidir ma'noda o'qima, nima qilasan, shu yerda qol degan uydagilar sizni qaytarishga harakat qildimi nemis tilini o'rganish fikridan? Endi bilmayman to'g'ri shunaqa holatlar bo'ladi, lekin meni oilamda Xudoga shukr unaqa holat bo'lmagan. Ota-onam umrlari uzoq bo'lsin. Har doim shunaqa kreativniy narsa yoki biron bir oldinga siljiydigan, rivojlanishga sabab bo'ladigan qadamni tashlasam, har doim qo'llab-quvvatlashgan. Germaniyaga ketmoqchimisan? Ha, o'qi. Eplay olasan? Ha, qil. Amerika deganimda Amerikaga ham davay qilib qo'llagan bo'lishardi. Mashalloh. Shu Germaniya fikri paydo bo'ldim. Eplay olasan, ishonasan o'zing bo'l. Siz ilgari ingliz tilini ham o'rgangansiz, to'g'rimi? Ingliz tilini ko'pchilik USML uchun o'rganishadi. Shuni imtihonlarni topshiradi. Masalan, uni ham imtihonlari albatta bir nechta bosqichdan iborat. Siz qiziqib ko'rganmisiz? Mana ingliz tilini o'rgangan shifokorlar, ya'ni balki tanishlaringiz orasida bordir. USMLni topshirib Amerikaga ketgan yoki Yangi Zelandiyaga ketgan, Avstraliyaga ketgan. U yerda shifokor bo'lib ishlayotganlar. Qancha miqdorda mablag' sarflashgan bu soha bo'yicha balki taxminiy bilarsiz bu to'g'risida. Albatta USMLni har bitta meditsina talabasi Toshmida yoki Sanpida yoki boshqa tibbiyot instituti O'zbekistondagi talaba menimcha eshitmagan bo'lmagan bo'lsa kerak. Eshitmagani yo'q, hammasi biladi. Ayniqsa hozirgi paytda hammasi biladi. Deyarli har bitta o'ylaymanki shu O'zbekistonda o'qiydigan tibbiyot talabasi xohlaydi Amerikada yoki Germaniyada vrach bo'lib ishlashlikni. Shu uchun endi albatta bizda ham bo'lgan shu holatda qiziqish. Chunki lekin bitta narsa aytaman, men ingliz tilini o'rgangan paytimda afsuski USMLga tayyorlanaman deb o'rganmaganman. Bizda endi men magistraturaga kiraman. Magistraturaga ingliz tili kerak edi o'sha paytlarda. Shu uchun o'rganganmiz. Balkim marrani kattaroq qo'yganimda kattaroq harakat qilardim, ko'proq harakat qilgan bo'lardim, lekin USMLga nimagadir yo'li juda ham uzoq tuyulgan o'sha paytda. Bu uchun men o'zim harakat qilib topshirib ko'rmaganman, lekin shunaqa imtihonlar etaplari borki, mana bizdagi o'sha topshirgan tanishlaringiz bo'lishi mumkin. Hozirgi 6 yillik bo'ldi bakalavr payt biz o'qigan paytda 7 yil edi. Ana undan keyin yana o'zini qo'shimcha kurslari bor. O'zbekistonda turib tayyorlanadigan va u kurslari tabiiyki juda ham arzon emas. Yaxshigina qimmat. Ya'ni agar 7 yil siz 6 yil kontraktda o'qigan tibbiyot talabasi bo'lsangiz, yana qo'shimcha bir 4-5 yil USML o'qishga xarajatingiz ketishi kerak. O'shancha kontrakt to'lagandagi xarajat qilasiz. Endi bu juda ham o'ziga to'q oilalar o'ziga pozolit qilishi mumkin, lekin ya'ni o'ziga hamma ham nima qilmaydi. Qiyin, masalan, men o'zim uchun ham bu narsa qiyin edi. Ham yoshingiz katta bo'lgan sari endi ishladingiz, tibbiyot xodimi bo'lishingiz kerak, yana bir 5 yil, 6 yil sarflab yana USML o'qib, bu USML o'qish degani endi siz o'shani o'qiganingizdan keyin xo'p bo'ldi, borib Amerikada ishlab keta olsangiz qani edi? Yo'q. Siz o'sha hozir 7 yil o'qigan bilimlaringizni Amerikada o'shani Amerika, ya'ni ingliz tilida bila olishligingizni ko'rsatasiz, xolos. Va undan keyingi qadamlar bor u yoqda, yana o'sha biz tilda magistratura deyiladigan bo'lsa, unda o'sha yerdagi rezidenturasiga to'g'ri keladi. Ya'ni u yerda yana katta xarajat taxminan 10 yillik yo'l borda. 6 yillik bakalavrdan keyin taxminan 10 yillik yo'l, katta xarajatlar va kuchli iroda kerak bo'ladi. Motivatsiya ham kerak. Yaxshigina orqangizdan qo'llab turadigan odam bo'lish kerak, moddiy tomonlama ham. Tushunarli. Ana shu tomoni uchun men ko'rganman, harakat qilib ko'rgan, ko'pchilik o'rtoqlarimiz, do'stlarimiz harakat qilib ko'rgan. Ba'zilar yarim yo'ldan qaytishgan oxirida. Ba'zilar boshlab birinchi etapdanoq qaytishgan. Lekin harakat qilsa, eplasa bo'ladigan yo'l albatta. Men endi nima uchun tanlamadim? Chunki nemis tili osonroq. Toshkentda qoldim va nemis tili endi men magistraturani tugatganimdan keyin boshlandi unga qiziqish. Lor bo'lib ishlaganimdan keyin va Germaniyada ayniqsa bunga juda ham yaxshi imkoniyatlar bor. Ya'ni yo'li USMLnikiga o'xshagan 10 yillik emas. Shu 1-2 yilning ichida eplasa bo'ladi. 2 yilning ichida eplasa, rivojlantirsa bo'ladi. Ayniqsa men juda ham tavsiya qilaman bakalavr bitirgan bolalar.
Aha, bitirmasdan turib o'rganish. harakatni qilib boshlasa, bakalavr bitirganda sizda B2 sertifikatingiz bo'ladigan bo'lsa, endi siz Germaniyada bemalol ishla olasizda. Aha. Ham sizda tibbiy diplomingiz bor, ham sizda B2 sertifikatingiz bor. Aha. Ana undan keyin yo'l ancha qisqaradi. Aha. Menga o'xshab magistrni bitirishdan emas, vaqtliroq. Vaqtliroq, ha? Shuni aytib bera olasizmi? Masalan, nemisni o'rganishda, misol uchun birinchi o'rinda qancha xarajatlar kutib turibdi? Misol uchun bakalavrda mana hozir gapirib o'tdingiz. Bakalavrni bitirgan yoki bitirayotgan talabalar qancha muddatda B2 sertifikatga chiqishi mumkin agar yaxshilab intensiv tayyorlansa? Bunga qancha mablag' sarflash mumkin taxminan? Siz o'zingizni misolingizda aytib bersangiz yana ham qiziqroq bo'ladi. Mablag' endi biz o'qiganimizda qancha edi kurs narxi eslolmayman. Meni ham esimda bo'ldi. Taxminan adashmasam 1 million shunaqa bo'ladigan bo'lsa, menga B2 noldan boshlab B2 sertifikatgacha ilgari tayyorlanmaganman. To'g'ri o'z oldingizga kelganman. Noldan kelganman. qog'oz bor. Qog'oz bo'lgan. Demak, eng muhim narsa mana shu, oppoq qog'oz bo'lib kelsa, demak hech qayeri ortiqcha kesib tashlanmaydi. Ochiq bo'lib, bilimga chanqoq bo'lib kelganman. Nol. Hech narsa sanashni ham bilmayman. Esimda bor, o'sha paytda kechikib ham kelgansiz o'sha kursga. Balkim. Men eslayman, kurs boshlangandan 10 kun, 15 kun kechikib kelgansiz. Boshlanib bo'ldi, nol kursingiz boshlanib bo'lgan edi. Aha. O'shanga qo'shilib ketgansiz. Ancha o'tib qo'ygan edi. Bir oy oldin o'sha o'tilgan. Qoluvdi-da. Deyarli bir oy bo'lib qoluvdi, to'g'ri. Lekin olib keta olgansiz mana shuni. Olib ketganmiz. Harakat qilib. Qiyin bo'lgan. Taxminan masalan necha oyda oldingiz? Noyabrda boshlagan bo'lsangiz yoki oktyabrda? Men to'g'ri esimda qancha vaqt olganim. Aniq esimda. Birinchi B1 sertifikatga ketdi 5 oy. To'liq. 5 oy to'liq ketdi. B2 sertifikatga 7 oy ketdi. Demak, o'qishi 0dan B2 gacha 7 oy. 7 oyda oldingiz. Aziz tomoshabinlar, umumiy B2 kursini to'liq tugatish uchun 0dan A1dan to B2 3 kursini tugatguncha 720 soat. Bu taxminan 9 oy davom etadi. Demak, 9 oylik kursni, demak, Shohjahon 7 oyda yakunlayapti. Demak, bunda qaysidir kurslarga parallelni kirgan paytlaringiz ham bo'lgan. Shunaqa bo'ldi. Demak, bu uchun siz 2 oy ham mablag'dan, ham nimadan yutgansiz? Vaqtdan yutgansiz. Juda ham zo'r. Demak, B2 sertifikatini men bilaman, eslayman, juda ham baland ballar bilan olgansiz. Men xursand bo'lib ketganman. Schreiben 80 Lesen, menimcha 100 midi, juda ham yaxshi natijalar bilan chiqqan. Lekin yaxshi. Lekin ballaringiz juda ham yuqori darajada edi. Men boshqalarga hattoki sizni ballaringizni ko'rsatib, mana bunday o'qish kerak deb nima dedi? Yordamlaringiz katta bo'lgan. Qattiq ruhlantirib, har doim qo'llagansiz siz. Maşallah. Har doim qo'llab o'sha. Endi sizda ham o'zingizda ham bo'lganda, chunki siz ilmga ishonch bilan kelgansiz. Demak, ishonch degan narsa insonni kanalini, ilm kanalini shunday ochib qo'yadi. Shubha bo'lsa, albatta shunday qilib bloklaydi. Ana shuning uchun sizdagi ishonch bu maraga ertaroq chiqishingizga sabab bo'lgan. Mana til kursida qanaqa qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Mana mablag' tarafidan ham kam sarflaganman deyapsiz. Endi men endi o'sha paytda talaba bo'lmaganman, to'g'risi. 2017-19 bitirgan bo'lsam, men u paytda endi ishlaydigan vrach edim. Moddiy taraflama 22-yilda boshlagan bo'lsangiz, moddiy taraflama holatim yaxshi edi. Endi til kursi uchun bilmadim, endi kimgadir og'irlik qilmasa kerak, lekin o'sha paytda yaxshi edi menda, bemalol to'lashga imkoniyat bo'lgan. O'z vaqtida to'lab o'qigansiz. O'z vaqtida to'lab o'qilardim. Qiyin bo'lmagan, lekin qiyin tomoni o'qishda baribir intizom. Hammasida ham, tilda ham eng birinchi intizom. Intizom. Ana undan keyin rostdan haqiqiy maqsad bo'lish kerak. Ya'ni uydagilar bir xil bolalar keladi, o'sha o'zingizdan bilasiz kursda keladi, nemis tili o'rganishing kerak deb. Dadasi jo'natib yuboradi yoki kimdir jo'natib yuboradi. Lekin o'zi nima qilishni bilmaydi. Nima uchun ingliz tilini yoki nemis tilini o'rganishim kerak? Nima kerak menga bu? O'shanaqa paytda miyaga tilni kirish juda ham qiyin bo'ladi o'rganish. To'g'ri. Demak, maqsadsiz. Maqsad bo'lmasa. Ota-onasini gapiga kirib, shunaqa keldi.
Demak, Shunaqa. o'zida albatta bo'lishi kerak. Shunaqa. Eng asosiysi maqsad bo'lsa ketaveradi. Aha. Maqsad, demak, birinchi maqsad, keyin ishonch. Ishonch. Ha, demak, o'qituvchiga bo'lgan ishonch ham nemis tilini oson ekanligiga. Ixlos qilish Ixlos, albatta. Meditsinada ham ixlos qiladi-ku vrach. Aha. Shunaqa. Haqiqatdan ana shu ixlos qilgan vrachda tuzaladi insonlar. Ixlos qilgan o'qituvchilarda ham o'sha natijasiga Shunaqa. erishadi. Ixlos qilmasa, albatta natija o'sha shubha gumonni ichida qolib ketar ekanda. Shunaqa. Men o'quvchilarda ko'p kuzatdim mana shu narsani. Mana 19 yildan beri dars berayotgan bo'lsam, kim menga qarab o'tiribdi. Xuddi o'qituvchiga o'quvchi xuddi suv solingan idishga o'xshaydi. Ichi ham ko'rinib turadi-da. Kelgan o'quvchini ichi ham ko'rinib turadi. Ichida nimasi bor ko'rib turar ekan. Bunda ko'zi aytib turadi bu narsani. Albatta, bu ishonchni o'qituvchi darrov his qiladi. Sizda albatta bu ishonch bo'lgan, ixlos bo'lgan. Men o'zim ham xursand bo'lganman. Nima deydi? Ixlosmand o'quvchilarni o'qitishga. Maza qilib o'qitasiz. Maza qilib o'qitaman. Hozir o'zim ham dars beryapman. Aytdim-ku, o'sha C1 darajasiga Mashalloh. tibbiyot talabalariga dars, o'quvchilariga, xodimlarga dars beryapman. Haqiqatan rostdan shunaqa seziladi. Zavq beradi. Maza qilasiz. Ani qiziqadigan o'quvchilar bo'lsa, bir xil Albatta. qiziqmasa, o'zi bilasiz uni. Albatta. Demak, o'rganmoqchi bo'lgan odam o'zi yuzidan aytib turadi. Tushunarli. Demak, Germaniyaga borganingizda Shohjahon, til bilimingiz bilan muammoga duch keldingizmi? Nemislar sizni qanday qarshi olishdi? Til muhim ekanmi yoki 5 yillik tajriba, diplom muhimmi? Shunaqa holatlar bo'ldimi sizda? Juda zo'r savol, juda o'rinli savol. Masalan, o'zingiz ham bilasiz, mana gruppada o'qiganimizda bizda endi o'sha paytdagi nima bo'yicha yaxshi edik. Sprechen bo'yicha, ya'ni gaplashish bo'yicha yomon emasdi. O'zimning nazarimda ham, o'zimiz atrofimizda o'qiyotgan o'quvchilar orasida yomon emasdi. Demak, tushunardik, kinolar ko'rsam ozgina tushunardim. O'sha paytda bir ikkita olganimdan keyin yaxshi edi. Germaniyaga endi men Bavariyaga bordim, to'g'ri. Bavariyaga borganim, Bavariyada dialekt bor, bayerish dialekti edi. To'g'risi, Bavariyaga birinchi borib tushdim, gaplashyapman. Ya'ni fermeter uyida egasi, ijaraga beruvchi odam bilan gaplashishimga to'g'ri keldi. Haqiqiy bayerish dialekt. Yaxshi ham yonimda Germaniyada yashayotgan o'rtog'im bor edi, Jasur degan yigit. Demak, tushuntiryapti. Birga kelganmiz. Endi uyda tushuntirib beryapti. Qiyin narsalar emas. Mana kalitni mana bunaqa buraysiz, bundoq ochasiz, mana bu yerda chiroq, mana bu yerda gaz va hokazolarni tushuntirib beryapti. Endi men uni bir 10% tushunyapman. Yoki 20%. Bayerish dialekt. Men o'ylayapman, men o'qigan nemis tilim qani? Boshqacha bu, boshqa til bu. Haqiqatan. Masalan, men ham o'sha studentlik paytimda o'sha tarjimonlik qilardim. O'sha paytda avstriyaliklar keldi. Avstriyaliklar bir-biri bilan gaplashyapti. Nemis tilini da gaplashyapti, lekin ularning ham Avstriya dialekti bor. Avstriyaliklarga ana shu dialektini tushunmasdan bunday qilib qaradim. Keyin sie sprechen in Dialekt, habe ich gesagt. Ja? Und sie haben mir erklärt, ja, dass sie in ihrer Dialekt sprechen, ja, in ihrer Mundart. Und dann haben wir lange auf Deutsch gesprochen und nebenbei habe ich ihnen einen Zungenbrecher erklärt. Also Zungenbrecher, hurmatli o'quvchilar, men uzr, nemischa ketib qolibdi. Avstriyaliklarga demak gaplashgan paytimizda orada o'zaro tillarimizdagi qiziq bir nima deydi, tezaytishlarni aytishga nima qildik. Shu paytda men ularga qani g'ildirakni g'izillatib g'ildiratdi degan nimani aytsam, ular ham tili aylanmay qoldi. Keyin ular ham menga shevasida tez aytishni aytdi. O'sha paytda die Königin hat das Besteck zu spät bestellt degan so'zni aytdi. Was ist das? Die Königin, was ist das? Die Königin. Bu Kellnerin ekan. Kellnerin hat das Besteck zu spät bestellt. Hatto B harfi P bo'lib ketyapti. Demak, dialektda bestellt bo'lib ketyapti. Demak, siz ko'proq eshitsangiz dialektni, ana shu tushunishingiz osonroq bo'ladi. Demak, necha oy ketdi mana shu dialektni to'laqonli tushunishingizga?
Taxminan. To'laqonli tushunish yo'q, to'laqonli tushunish Iloji yo'q. bor iloji bor. Men 1 yildan keyin deya olishim mumkin, to'laqonli tushunishimga 1 yildan keyin vaqt ketdi, 1 yilcha vaqt ketdi. Dialektni o'ziga hurmatli tomoshabinlar. To'laqonli tushunib, chunki boshida bo'lardi, men 1-2 oydan keyin shefimiz zadaniya bersa, men topshiriqlar berilsalar, bu tez bayrishda beradi gaplarni. Tushunmading-a deydi. Keyin xo'qto'yishda gapiradi. Xo'qto'yishda gapiradi, keyin tushunaman. Buni albatta tabiiy tushunish kerak, chunki mana O'zbekistonda ham har xil regionlar, har xil viloyatlar bor. Xorazm, bir Namangan o'zgacha dialektda gaplashadi. Albatta xorazmlik Namanganga borsa, albatta tushunmaydi bir-birini. Demak, Germaniyaning o'zida ham xuddi shunaqa dialektlar bor. Bunga tayyor bo'lib borish kerak. B2 o'zi kam. B2 o'zi kam, to'g'ri. B2 plus talab qilinadi, C1 bilan borish kerak o'zi aslida. Lekin talab qilinishi shunaqa B2 bilan borsa bo'ladi. Lekin siz zo'r mazza qilib gaplasha olishingiz uchun C1 kerak. Demak, zavq ham berish kerak-da. Sizda kollegalaringiz bilan ishlashda, mana shefingiz haqida gapirdingiz qisqacha. Shefingiz bilan gaplashayotganda nima qiyinchiliklar bo'lmadimi? Mana hozir ba'zilarini tushunmadim dedingiz. Keyin astalik bilan tushungandan keyin bemalol gaplashib keta oldingizmi? Hazillar ham qilib turarmidingiz mumkinmi? Nemislarni ko'p eshitganman. Die Deutschen sind humorlos. Ya'ni yumorga yo'q deyishadi. Yo'q. Eng birinchi navbatda siz o'sha zo'r kutib olishgan haqiqatan. Tilni bilganingiz uchun. Tilni bilganingiz uchun albatta hurmat qiladi. Siz ularning tilida gaplashsangiz, ularning tilida tushunsangiz, albatta juda ham hurmat qilishadi. Ham o'zbekistonlik vrachlarni ham juda ham hurmat qilishadi. Masalan, bunaqa mehmondo'stlikni ulardan kutmagan edim men, to'g'risini aytaman. Kelib shunaqa zo'r kutib olishdi, joylarni men bormasimdan oldin u yerda o'sha shefimning o'zi kvartirani ijaraga topib, o'zini uyidan, endi u yerda bilasiz, kvartiralar ijaraga olinadigan uylar bo'm-bo'sh bo'ladi. Mebelsiz. Full mobiliar juda ham kamdan kam bo'ladi. Full mobiliar bo'lsa ham, ya'ni mebellar jihozlangan bo'lsa ham juda ham qimmat bo'ladi. Pustoy bo'm-bo'sh uy edi. Bo'm-bo'sh uyni o'zi uyidan jihozlar olib kelib, so'radi mendan, nima jihozlasang kerak bo'ladi. Olib kelib, o'zini qimmat mebellarini olib kelib, jihozlab, tayyorlab qo'ygan, stol ustiga gullar qo'yib, endi haqiqiy, ya'ni juda zo'r chiroyli kutib olish bo'lgan. Mashallah. Juda ham xursand bo'lganman. Baribir borganingizda, musofir joyga borganda, men o'zim masalan Sirdaryolik, Gulistonlik bo'lsam, Toshkentda yashagan bo'lsam, o'sha payt musofirchilik deb o'ylar ekanman, lekin u musofirchilik emas ekan. O'zingiz vataningizdek ekansizda. Begona joyga borib, boshqa davlatga, tili, sizni tanishingiz, sizni tilingizda gapiradigan hech kim yo'q bo'lgan joyda unda haqiqiy sezilar ekan. Seziladi. Birinchi kun, ikkinchi kun ayniqsa, hech kim tanimaysiz. Nima qilyapman bu yerda degan ota-onangizni sog'inchi, oilani sog'inchi albatta. Birdan borgan paytda endi tilni bilmagan odam albatta zerikadi. Chunki nima qiladi? Uydagilarga telefon qiladi, uydagilar bilan gaplashib sog'inadi, o'zini yomon his qiladi. Albatta tilni bilmaslik oqibatida. Agar tilni bilmasa, odam ruhan depressiyaga tusha boshlaydi. Depressiyaga tushadi. Lekin o'sha kollegalarim haqiqatan zo'r kutib olishgan. Men hali ham eslayman, hali ham gaplashib turamiz. Birinchi bor taklif qilsangiz albatta bizni markazga ham olib keling. Albatta. Ular bilan bir gaplashib, restoranda o'tiramiz. Jam sezdirishmagan o'sha u yerda Ausländer ekanligimni, chet ellik ekanligimni. Mashallah. Magazinga chiqishsa ham bir o'zim bo'lsam, magazinga ham birga olib ketishardi. Uyga bozorlik qilishga ham birga olib ketishardi. Shanba kunlari ham biladi, shu bitta o'zim. Shanba kunlari ham o'z oilaviy yig'ilishlari bo'lsa ham olib ketishardi. Yaxshi, juda ham hech ham yolg'izlatib qo'yishmagan. Bir nechta o'quvchilarimdan eshitdim, demak Bavariyada, demak nemislar ham chet elliklarga mehmondo'st ekan. Yana Safarov degan o'quvchim ham aytdi, juda ham qo'llab-quvvatlash ko'p. Endi mana bir necha vaqt oldin bizni yana bitta o'quvchimiz keldi, Mecklenburg-Vorpommern, u shimoliy qismda, u ham hayrat bilan gapirib beryapti. Men nemislarni unaqa yaxshi kutib olishini kutmagandim deb. Demak, u ham nemis tilini yaxshi gapirgani uchun ularda hurmat juda ham baland bo'lganda. Demak, nemis tilini bilish
u yerga hurmatingizni u yerda hurmatingizni oshirib beradigan. Qancha tez yaxshi bilsangiz, qancha zo'r ular bilan gaplasha olsangiz va qancha o'zingiz o'sha intizomli bo'lsangiz, ularning orasida hurmat shuncha yuqori bo'ladi. Juda ham hurmat qiladi, yaxshi ko'radi ular. Chunki ulardan bilmayman, qanaqadir negativ fikr kam juda ham. Bir kelganingizda aytdingiz, ularda insonga tabassum bilan qarab turishadi deb aytgandingiz. Bir o'quvchilarimiz yig'ilganda agar nemislar sizlarni ko'rsa, bular motam qilishyapti deb o'ylayapti. G'amtashishga botgan deb o'ylashadi. Haqiqatan bizda kulish odatiy hol emas deb hisoblashadi. Birovga tabassum qilsangiz tomi ketganmi deb o'ylashadi. Jiddiy qabul qilishmaydi yoki bu g'alati odam ekan. G'alati odam deb qarashadi. Nemislarda unaqa emas. Tabassum qilmasangiz biror kor hol bo'ldimi, birorta depressiya bormi deb. Bizda endi agar kim hurmatliroq, kim ko'proq xo'mrayib qarasa, kim ko'proq yomon qarasa hurmatliroq. Bu achchiq haqiqat, lekin shunaqada. Ko'chada ham boshqa joyga, biron joyga kirib borsangiz ham siz xo'mrayib qaramasangiz, unchalik hurmat qilishmaydi go'yoki. Men buni tabassum qilib, salom berib, yaxshi chiroyli muomala qilsangiz, yengil qabul qilishadi. Qanchalik xo'mrayib, juda ham jiddiy odam bo'lsangiz, endi boshqacha qabul. U yerda aksincha hokimlar ham kulib, chiroyli gaplashadi. Hech kim vaqt qilmaydi. Yaxshi. Men ham borgan paytimda shuni kuzatganman. Nemislar juda ham birovga tabassum bilan qarashadi. O'zi tanigan odamlarga tabassum ular uchun qanaqadir bizda mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham aytganlar, tabassum bilan birovga sadaqa qiling, agar sadaqa qila olmasangiz tabassum qiling. Shuning uchun demak intizomlik bo'lish juda ham muhim. Shunday. Agar nemis tilini o'rganishni anchadan beri reja qilgan bo'lsangiz va hali ham boshlamagan bo'lsangiz, sizga aynan maxsus interaktiv nemis tilidan onlayn dasturimiz bor. Ro'yxatdan o'tish uchun pastdagi havolani bosing. Shohjahon, juda ham suhbatimiz yaxshi davom etyapti. Yana bir nimani so'ramoqchiman. Germaniyada yurgan paytingizda, misol uchun O'zbekistondan borgan mana hamyurtlarimizni ko'rgansiz, ya'ni yaxshi gapiradiganlari bor nemis tilida yoki til bilimisiz ketganlari bor. Ular qanaqa qiyinchiliklarni boshdan kechiryapganiga guvoh bo'ldingiz? Judayam haqiqatan bu gaplashilishi kerak bo'lgan savol. Ko'pchilik o'ylaydi, Germaniyada o'rganaman, olaman, gaplashsam ishkari, borsam muhit bo'ladi, o'rganib olaman, tez o'rganib ketaman. Lekin nemislar gaplashmaydi unaqa odam. Nemislar gaplashmaydi ular bilan. Siz tilini bilmasangiz, sizni uni gapini tushunmasangiz, u siz bilan gaplashib o'tirmaydi, ABC. Vaqti yo'q. Shuning uchun o'rganish kerak. Ishxonada gaplashib o'rganib ketaman deb o'ylaydi, lekin yo'qda. Ishxonada haqiqatan ishxonaga borgandan keyin nemislarda bekorga nemis deyilmaydi. Ular haqiqatan robotda ishlashadi. Bizga o'xshab mana orada o'tirib olib telefon o'ynab yoki kim bilandir telefonlashib olib, yana orada xohlagan payt pauza qilib, yo'q. Ishga keldimi, o'sha ishni qilish kerakmi, o'sha mas'uliyat bilan robotda ishlaydi. Ortiqcha sizga gaplashib o'tirishga yo'q, vaqt yo'q. Xuddi shunaqa bo'ladi. Ko'pchilik yigit qizlar hamkasblarimiz kelyapti sprach kurs bo'yicha. Sprach kurs yomon demayman, juda ham yaxshi g'oya, ammo viza chiqish uchun yaxshi. Viza chiqish uchun yaxshi, til o'rganishga ham yaxshi, lekin o'sha narsani o'rganish kerak. Ko'pchilik boradi sprach kursni qilmas, tilni o'rganmas, ishga o'tib ketishga harakat qilishadi. Ishga topishadi, ishga ham borib bir amallab yolg'onda kasimiga ishga kirib olishadi-da. Ana bu yerda boshlanadi haqiqiy narsa ochiladi. Bu yerda endi siz gaplashishingiz kerak. Endi hech kim sizni endi podдержка qilmaydi, yordam bera olmaydi hech kim sizga. Endi haqiqiy siz jang maydonidasiz, endi gaplashish kerak. Ana o'sha paytda tutiladi. Tilni tushunmaydi. Boshliq vazifa bersa tushunmaydi. Vazifani tushunmagandan keyin uni bajara olmaydi. Bajara olmaganingizdan keyin ishni o'z vaqtida qila olmaysiz va ishdan haydalishga to'g'ri keladi. Bir nechta ish joylaridan haydalib kunligini olib yurgan hamkasblarimiz bor afsuski. Tilni bilmaslarimiz bor afsuski. Ular bir oy sabr qiladi sizga, bir oy yoki maksimal 3 oy sabr qiladi. O'sha probate deydi, ya'ni nima deydi, sinov muddati. O'sha sinov muddatida
eplab o'rganib keta olmasangiz, afsuski xayrlashadi. Buni yaxshi bilasiz. Ko'pchilik hozir. o'ylashadi, mana hozir til kursi qilib ketsam, men u yoqda til o'rganib olaman deydi. U yoqda til kurslari qanaqa intensiv o'rgansa bo'ladimi yo ochirda turish kerakmi? Mana men bitta o'quvchim bilan gaplashganimda Stuttgartga ketgan o'quvchim bilan bu volontyor bo'lib ketganda 9 oy Goethe institutdan navbat kutib o'tirdim. Til o'rganish uchun deyapti. Shunaqa til o'rganishga talab kuchlimi u yoqda yo kurslar shunaqa bandmi? U yerda mana hamma biladi bu narsani, sir emas. Masalan, Germaniya juda ham ko'p ancha oldindan boshlab migrantlarga ochiq bo'ldi. Ya'ni Suriyadan ko'pchilik migrantlar keldi, hozir mana Ukrainadan va boshqa joylardan juda ham ko'p migrantlar keldi. Lekin Germaniyada asosiy tili nemis tili. Ingliz tili faqat IT yoki boshqa sohalarda o'tishligi mumkin. Asosiy til nemis tili. Agar nemis tilini bilmasangiz, u yerda ishlay olmaysiz va shu sababli ham kurslarga bo'lgan talab juda yuqori. Menimcha kurslar ham arzon bo'lmasa kerak, O'zbekistondagidek. Arzon emas, tekin qo'llab, ya'ni davlat tomonidan qilib beriladigan kurslarga o'zi maxsus sizga hujjatlaringiz bo'lishi kerak yoki siz migrant qochoq bo'lishingiz kerak va hokazo. Shu tufayli bu narsalar juda ham ko'p. Ya'ni muammolik. Endi men 100% ishonch bilan ayta olaman. 100% ishonch bilan ayta olaman. O'zbekistonda til o'rganib borgan eng ma'qul moliyaviy tarafdan ham, ruhiy tomondan ham eng ma'qul, eng zo'r variant. Chunki o'zim o'z ko'zim bilan ko'rgan hamyurtlarimiz bor, hamkasblarimiz bor. O'sha bir xil vaqtda ketgan, masalan, men bilan bir xil vaqtda ketgan bo'lsa ham yoki oldinroq ketgan bo'lsa ham, shiprak kurs qilgan. Tilni o'rgana olmagan, ishga borgan, ishdan haydalgan, ishdan haydalgan va haligacha qiynaladi. Haligacha 100% til o'rgana olmayapti. Chunki nega? Endi til o'rganay desa pul topish kerak yoki pul topish kerak bo'ladigan bo'lsa tilni bilmaydi. Ana bu joy juda yomon. O'zbekistonda bu narsa Germaniyaga nisbatan ancha arzon tushadi. Va vaqtni tejaydi. U yerda 1 yil, 2 yil vaqt ketgandan ko'ra, xo'p 9 oy ketsin, 7 oy ketsin, lekin shu yerda intensiv o'rganganingizga, oilangiz oldida, vataningizda, yaqinlaringiz oldida til o'rganganingizga hech narsa yetmaydi. Haqiqatan. Umuman hech narsaga alishib bo'lmaydigan narsa. Bu yoqqa demak tayyor tilni bilgan holatda borish eng maqbul yo'l. Demak, ko'pchilik o'ylashadi, mana o'quvchilarim orasida bir yil shunaqa bo'ldi. B1ni tugatmasdan ba'zi o'quvchilarimiz umumiy gruppovoy til kursi qilib ketishdi. Til kursi qilib ketganlar juda ham ko'pchiligi demak oxir oqibat B1 sertifikatini ham olishmadi. Masalan, B2 sertifikatini ham olishga ko'pchiligi imkon bo'lmadi. Chunki ular yarim stavka qayerdadir ishlab, charchab, til o'rganishga umuman kuch, motivatsiyasi qolmagan. Ba'zilar qaytib kelganlari ham ko'p bo'ldi shu natijada. Demak, tilni ana shu yerda offline, xoh online o'rganib, demak, ketishni tavsiya qilasiz. Shunaqa, albatta. Siz hozir masalan o'zingizning sohangizdan tashqari ham mana nemis tilida o'sha mutaxassisligi bor odamlarga dars berib kelyapsiz, to'g'rimi? Vrachligi. Ularga onlayn vrachlarning o'ziga, demak, 0 dan emas, demak, ular B2si borlarga, B2si bor, bemalol nemis tilida gaplashadiganlar uchun meditsinadan dars beryapsiz. Xuddi shunday. Demak, bu juda ham katta yutuqingiz, tabriklayman. Yana bitta o'quvchimiz, mana Topilov, mana Doston degan o'quvchimiz ham bor. U ham hozir ayni vaqtda til kurs, mana Fachsprachprüfung, Kenntnisprüfunglarga juda ham yaxshi muvaffaqiyatli darslarni olib boryapti. Men kuzatib boryapman. Juda ham xursandman. Demak, til bilgan odam ham el bilyapti. Mana bu nafaqat O'zbekistondan, balki boshqa davlatlardan ham o'quvchilari bor. Meditsinadan dars beryapti. Masalan, sizda ham boshqa davlatlardan ham o'quvchilaringiz bormi hozir?
Hozirgi paytda mana oxirgi kurslarimizda qatnashdi Ukrainadan Aha. o'quvchilarimiz. Ya'ni Ukrainadan hozir juda ham ko'p vrachlar kelyapti Germaniyaga. Endi ukrainaliklar ham baribir uyga kelgandan keyin fahsh-proprofing, ya'ni o'sha Albatta topshirish kerak. Tibbiyot til bilimini topshirish kerak bir darajada. Hozirgi paytda shu Ukrainadan oxirgi kurslarimizda qatnashdi. Demak, onlayn ularga dars berib kelyapsiz. Fachsprachprüfungdan. Aha. Juda ham xursandman. Tayyorgarlik Vorbereitungskursi. Vorbereitungskurs, Fachsprachprüfungdan. Juda ham xursandman. Mana demak tilni O'zbekistonda 0 dan B2 darajagacha o'rganish asosiy maqsad qilib qo'yilishi kerak. Shundan keyin Fachsprachprüfungni ham topshirsa bo'ladi. Xuddi shunday. Agar nemis tilini o'rganishni anchadan beri reja qilgan bo'lsangiz va hali ham boshlamagan bo'lsangiz, sizga aynan maxsus interaktiv nemis tilidan onlayn dasturimiz bor. Ro'yxatdan o'tish uchun pastdagi havolani bosing. Shohjahon, mana Germaniyada bir muncha vaqt yashadingiz. Sizga Germaniya qanchalik ta'sir qildi shaxsiyatingizga yoki mentalitetingizga? Birorta o'zgarishni his qildingizmi? Albatta ustoz, bu juda ham katta hayotiy tajriba bo'ldi desam adashmayman. Mana shu paytgacha bo'lgan, yashagan, ko'rgan dunyoqarash bilan boshqa muhit, boshqa Yevropa muhiti, bularning orasida ancha yer bilan katta farq bor. Eng ko'p yaxshi o'rgangan narsam bu disiplina. O'zi disiplina bilan yaxshi nima qilaman o'zim, ya'ni men sportsmen, siz mana sport bilan doimiy shug'ullanib turasiz. Nemislarni qat'iyati, nemislarning tartib intizomi haqiqatan meni qoyil qoldirdi. Haqiqatan qoyil qolsangiz bo'ladigan darajada, o'zingiz bilasiz buni. O'sha aytilgan vaqtda yoki kelishilgan vaqtda bir joyda bo'lishligi. Punktlikayt deydi-ku o'zlaricha. Ya'ni o'sha joyda, o'sha vaqtda, o'sha ayni vaqtda masalan kelishildi uchrashuvga yoki o'sha vaqtda o'sha ish bajarishga kelishildimi, ayni o'sha narsa bo'ladi o'sha joyda. Undan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Agar mabodo bo'lmaydigan bo'lsa ham sizga ogohlantirib qo'yishadi. Albatta. Bu juda ham ko'ngilni xotirjam qilib va sizdan shunchaki termin kalendaringizga uni yozib qo'yish kifoya. O'sha bu o'sha narsa punktlikayt juda ham. Demak, sizda ana shu narsa shakllandi. Demak, bu yerda time management, rejalashtirib borish, 1 yillik ishlarini rejalab qo'yadi oldindan. Bizda ham masalan vrachga kelish kerak bo'lgan patsientlar, biz bilamiz 1 yildan keyin dushanba kuni soat 10 da qaysi bemorni ko'rishimizni. 2027-yil dushanba kuni soat 10 da iyun oyida qaysi bemorni ko'rishimizni bilamiz. Zo'rda bu. Shohjahon, juda ham ajoyib. Men ham qoyil qolaman, chunki Germaniyada bo'lgan paytlarimda nemislar bilan biror bir terminga yoki uchrashuvga kelishgan bo'lsak, o'sha o'z vaqtida bo'lgan. Mana bugun siz ham o'z vaqtida xuddi nemislarda keldingiz. O'rganib qolganmiz. Endi bizni o'zbeklarimiz ana shu punktlikayt, ya'ni birovni vaqtini o'g'irlamaslik uchun, birovni vaqtini olmaslik uchun nima qilishlari kerak deb o'ylaysiz? Masalan, mana shu punktlikaytni biz ham joriy qila olamizmi O'zbekistonda? Agar joriy qila olsak, juda ham ko'pchiligimiz bir-birlarimizni vaqtlarimizni o'g'irlamagan, bir-birlarimizni vaqtimizni hurmat qilgan bo'lardik. Qanaqa takliflaringiz, nimalaringiz bor? Masalan, bu savolni bermasingizdan oldin ham men juda ham ko'p o'sha Germaniyada paytdan ko'p o'ylardim. Qanday bizda unaqa emas? Nimaga qanaqa qilib qilsak bo'ladi, biz ham shu darajaga erishsak bo'ladi? Rosa ko'p o'ylardim. O'ylab endi meni o'zimning shaxsiy xulosam shunaqaki, bu uchun eng avvalo shu kichkina paytdan bolalarning tarbiyasidan shu narsaga o'rgatib odatlantirishlik va eng avvalo o'sha endi tarbiyadan chiqqan katta insonlarda bo'lsa, eng avvalo har bitta inson o'zi o'sha narsaga punktlikayt, ya'ni punktuallikka o'zi amal qilsa, ya'ni hamma o'zi amal qilsa, hamma joyda deb o'ylayman. Albatta. Chunki siz masalan o'zingiz punktuallik bo'lsangiz va boshqalardan o'sha narsani talab qila olasiz. Yoki men o'zim ayni vaqtda o'sha aytilgan gapimga, o'sha aytilgan vaqtga rioya qiladigan, kelishuvga rioya qiladigan inson bo'lsam, boshqalardan talab qila olaman. Va xuddi shunday har bittamiz shu narsani qila oladigan bo'lsak, ya'ni jamiyatdan birovdan so'rashlik uchun o'zingiz qilishingiz kerak-da. Albatta. O'zimiz amal qilishimiz kerak. O'zimizda amalda bo'lmasa, boshqalardan ham so'ra olmaymiz va hammasi
xohlagancha bo'ladiki. To'g'ri. Demak, har kimni o'zidan ekan. Demak, bu nimani nemislarni yaxshi fazilatini o'zimizda shakllantirishimiz kerak. Albatta. O'zimizda shakllantirishimiz uchun Yevropaga mana shunday qilib sizga o'xshab ishlashga borish kerak. Albatta. Demak, nemis tilini o'rganish kerak ekan. Albatta. Hamma. Til o'rganmasdan Bu qadriyatlarni, fazilatlarni o'rganib bo'lmaydi. Ochilmaydi bu narsalar. Ochilmaydi. Ochilmay qolib ketadi. Qolib ketadi. Agar maqsad faqat pul topish bo'lsa, unda Germaniya bu zo'r variant emas. Faqat pul topib boyib ketadigan bo'lsa, bu yerdan o'rganadigan narsa juda ko'p. Juda ko'p o'rganadigan narsalar bor. Nima deb o'ylaysiz? Bu darajaga Germaniya qanday qilib chiqib olgan? Mana boshqa davlatlarda ham bo'lgansiz, boshqa davlatlarda buni ko'rmasligingiz mumkin. Nemislardagi punktlikka qayerdan kelib chiqqan deb o'ylaysiz? Tarixan olib qaraganda. Shunday, o'sha bo'ldik Yevropaning ko'p boshqa davlatlarida ham, o'sha Chexiya, Italiya, Fransiya, haqiqatan baribir Yevropani o'zi ham baribir nemislarni shu qobiliyatlariga, shu madaniyatiga baribir tan beradi ko'pchiligi ham. Yondosh qo'shni davlatlar bo'lsa ham baribir nemislar o'z millat sifatida boshqacha. Qat'iyat, intizom, ishlaganda ham robotga o'xshab ishlashligi, sidqi dildan ishlaydi. Shunchaki qo'l uchida emas, yoki birov ko'rsin uchun emas. Mana bizda shunaqa holatni bugun guvohi bo'ldim. Masalan, ishlarda mana men qildim deb rasmga olib tashlashadi. Bu narsa demak ularda yo'q. Bu narsani tushunishmasa ham kerak menimcha. Rasm bilan isbotlashlik yo'qda. Rasm, chunki ular bir-biriga ishonishadi. Birinchi navbatda demak bir-biriga ishonch ham bor ekan ularda. Albatta. Demak bir-biriga ishonadi. Men bitta holatni guvohi bo'lganman. Bitta yolg'on aldash nemislarning yana bitta yomon ko'radigan adati, bitta yolg'on gapirgan odamni ikkinchi marta gaplashmas ekan. Xuddi nima deydi, bu meni aldagan, keyingi safar ham aldaydi deb o'sha odamni umuman biz chiqarib qo'yamiz-ku, psixakan deb. Xuddi ana shunday psixbolnitsaga tiqib qo'yishar ekan ular o'zini nimasi bo'yicha, xayolida. Demak, u odam bilan keyinchalik munosabat qilishmas ekan. To'g'ri, shunday. Bir marta aldagandan keyin siz yo'qsiz u inson uchun. Nemislarga to'g'rima-to'g'ri aytish kerak. Masalan, yana bitta misolga men duch keldim, ya'ni yana bitta hayotiy voqeaga. Nemislar insonni kechikkanini so'rashadi. Nima uchun kech qolding? Masalan, biz darsga kelsa, o'quvchilar darsga kelsa, nimaga kech qolding deb savol bersak, ishim chiqib qoldi deyshadi. Nemislarga ishim chiqib qoldi deb gapirish nima bo'ladi deb masalan meni darsda so'rashadi, ishim chiqib qoldi. Nemislarda unaqa gap yo'q dedim men. Nemislarda ish chiqib qolgan taqdirda ham u narsani oldindan aytib qo'yadi. Mana hozir punktlikka haqida gapirdingiz-ku. Ana shu nimaga kelmading o'sha kuni darsga desak, ishim chiqib qoldi dedi. Bizda oddiy holga aylanib ketganda, mana ishim chiqib qoldi. Nima bo'ladi, ustoz, ishim chiqib qoldi deb so'rayapman. Nemislarda bunaqa narsa bo'lmagani uchun men tarjima qilib bermadim, ishim chiqib qoldi degan so'zni. Begrundum qilish kerak hammasini, asoslash kerak. Demak, nemislar aniq asosni talab qilib olishadi. Misol uchun, kecha men kela olmadim. Demak, oldindan ogohlantirib qo'yilishi kerak bu. Albatta email yoki SMS orqali men bugun kela olmayman, meni kutmagin. Sen vaqtingni olish niyatim yo'q. Chunki menda mana bunaqa holat bo'ldi больницада, operatsiya bo'ldim yoki mana akam operatsiya bo'ldi va men unga qarab turibman degan aniq asosli gaplarni gapirish kerak. Ishim chiqib qoldi, oilaviy ishlar degan narsalar yo'q. Shunaqa. Bu narsa hozir ayni vaqtda yoshlar orasida men kuzatyapman. Shunchaki darsga kech kelish odatiy holatga aylanib qoldi. Kech kelishda aybdor ham his qilmaydi ular o'zini. Keyin shunchaki o'tirib olishadi. Und
Bu demak disiplina. Intizom, albatta. Demak, bu yerning o'zida bir nechta fazilatlar, demak, chambarchas bog'liq. Qarang, birinchisi intizom, ikkinchisi ishonch bir-biriga nisbatan, chunki bir-biriga ishonadi ular. Uchinchisi mas'uliyat, o'zini ishiga mas'uliyat bilan yondashadi. Demak, oddiy, asossiz bahonalar keltirmaydi. Ya'ni ishim chiqib qoldi degan narsalar ularning o'zida yo'q. Mana 4 ta sifat o'zi bir-biri bilan bog'langan, uzviy bog'langan. Buni ham ko'rish mumkin. Demak, bu fazilatlarni biz o'zimizni o'quvchilarda shakllantirishimiz kerak. Albatta, nemis tili darsida men bu haqda o'quvchilarga albatta ma'lumot o'rinda aytib o'taman. Ba'zi o'quvchilar buni qabul qilishadi. Va buni o'ziga singdirib borishadi. Chunki ularning maqsadi Germaniyaga borib ishlash va o'qish va undan tashqari Germaniyada yashash. Mana shu yerda savol keladigan. Mana shu mentalitetda sizlar punktual bo'lishini yoki mas'uliyat bilan, ishonch bilan yolg'on gapirmasligini bilib singib ketgan-ku sizlarga. O'zinglar shu yolg'on gapirgan odamni kechirishinglar qancha muddatda bo'ladi? Kechirasizlarmi o'zi? Yoki qo'yib berasizlarmi? Qancha muddatgacha sizlarni sabrlar chegarasi bor? Sizga mas'uliyatsizlik qilgan odamni, sizga yolg'on gapirgan odamni yoki Men bitta chunki sizda hozir nemis mentaliteti bo'lgandan keyin yoqtirmasligingiz kerak tabiiyki. Menda tolerantlik yo'q. Chunki men bir marta yolg'on gapirgan odam ikkinchi marta yolg'on gapirishi mumkinligini bilaman. Ikkinchi marta ham aldaydi. Birinchi yolg'on gapirgan odam. Bu yolg'onning orqasida hamma narsa. Misol uchun boshliqlar nimalarga ishonishmaydi. Bir marta buzilsa bu отношение keyin tiklanmaydi. Nemislarda bor mana shu narsa. Mana men o'zimni mendan 1 yosh katta student Germaniyaga borganda demak aeroportdan kutib olgan chiqqan odamni rosa kuttirgan, vaqtini olgan. Keyin chiqib o'shani asoslab bermagan. Nemis uni olmayman daxl bilan chiqib ketgan, chunki vaqtini olgani uchun. Bu narsa ko'p nemislarda bor. Tolerantness bu men uchun kitobimizda bor. Nemislarga taklif qilingan bo'lsa, kechikib kelsa, poyezdim kech qoldi, boshqa degan narsalar o'tmaydi. Nimaga ertaroq chiqmading deydi. Urushib beradi. Shuna yuzingizga qarab urushib beradi. Agar чрезвычайный holatlar bo'ladigan bo'lsa, bu narsani tushunishga harakat qilishadi, ya'ni ishonishsa sizni nimangizga. Masalan, hozir ayni vaqtda o'zbeklar bilan yashaysiz, demak bu narsaga o'rgangansiz. Siz kechira olasizmi hozir? Hozir endi moslashyapman rosti. Juda qiyin bo'ladi, juda qiyin bo'lyapti. Lekin endi shu muhitda o'sib katta bo'lganimiz bilamiz baribir. Endi majburmiz, baribir ham birdaniga o'zgarib qolmaydi hammasi. Birdaniga o'zgarib qolmaydi, birdaniga o'zgartirib ham qo'ya olmaymiz. Sekin-sekinlik bilan. To'g'ri, tushuntirishga to'g'ri keladi ba'zi holatlarda. Ba'zi holatlarda baribir ham maksimal darajada nima harakat qilaman? O'zim shu narsani o'zim yo'qotib qo'ymaslikka, o'zim yolg'onchi bo'lib qolmaslikka, o'zim intizomsiz bo'lib qolmaslikka harakat qilaman. Mayli hech bo'lmasa bitta, ikkita, uchta odam o'rgansin. Ulardan yana ikkita, uchta odam o'rgansin shu narsani. Hech bo'lmasa qachondir 50 yildan keyin, 100 yildan keyin baribir o'sha tartib intizomga chiqaramiz degan umidim bor. Degan umidim bor. Ehtimol. Lekin ko'pchilik mana men shunaqa holatda intizom holatida gaplashdik. Bu holatda men juda ham tolerantman deya olmayman. Shuning uchun nemis xarakter bor, menda shakllanib qolgan. Bu oilada chunki ota-onam ham nemis tili o'qituvchisi bo'lishgan, bu singib ketganda. O'sha narsaga juda ham qat'iy nima qilaman. Bitta aytilgan narsa, ya'ni kuttirilgan bo'lsa, vaqtini kimnidir vaqtini nima qilingan bo'lsa, albatta
bu kechirilmaydi. Kechirilmaydigan nima? Agar nemis tilini o'rganishni anchadan beri reja qilgan bo'lsangiz va hali ham boshlamagan bo'lsangiz, sizga aynan maxsus interaktiv nemis tilidan onlayn dasturimiz bor. Ro'yxatdan o'tish uchun pastdagi havolani bosing. Har Sharofboyev studiyamizga kelib, mana taklifimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun katta rahmat. Juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Bu suhbat o'ylaymanki, barcha meditsina talabalariga juda ham ko'p foyda beradi. Ular o'zini maqsadini aniqroq qilib qo'yishiga menimcha juda katta turtki bo'ladi bu suhbatimiz. Bu yerda juda ko'p ma'lumotlar aytib o'tildi. Bu ma'lumotlardan ko'pchilik foydalanadi. Katta rahmat. Sizga ham katta rahmat ustoz, taklif qilganingiz uchun. Maza qildim, ancha bo'ldi siz bilan suhbat qilmaganimga ham. O'zi kelaman dedim, mana shunaqa bo'lib suhbat qilishimizga to'g'ri keldi, juda zo'r bo'ldi. Juda ham ajoyib fursat bo'ldi. Avvalo juda ham xursand bo'ldim ko'rib, gaplashib siz bilan. Men ham xuddi shu fikrdaman. Juda ko'pchilik hozir o'zimga ham juda ko'p murojaat qiladi, ayni shu bo'yicha dars berayotganligim uchun. Juda ko'p O'zbekistondagi doktorlar, bakalavrdagi Germaniyaga ketib bo'lganlar. Endi shu o'rinda bitta maslahat berib ketmoqchiman, o'sha doktorlarga ayniqsa, vrachlarga. Mana bakalavr bitirib ketmoqchi bo'lsa, juda ham bu zo'r imkoniyat. Bakalavr bitirganda, chunki siz bakalavr paytida nemis tili o'rganishsa, bakalavr paytida o'rganib, FAMET yoki FSB proofingga, ya'ni imtihoniga tayyor bo'lishsa, ana bu imtihonni iloji boricha O'zbekistondan turib yoki birinchi borgandan darhol birinchi oylarning ichida topshirib olsa, unda mana hozir men o'sha yo'lni bosib o'tgunimcha o'zimda 1 yil vaqt ketdi-da. Ana shu 1 yil ketgan vaqtni men xohlardimki, bular keyingi boradiganlar tejashsa. Chunki 1 yil umr ham baribir bekorga ketish kerak emas. Ya'ni shunchalik o'qishdi, vaqt ketdi. Ana shu 1 yil umri tejashlik mumkin-da. Albatta. Bu yo'li bor. Ana shu vaqtni tejashsa, bu mana hozirdan kim hozir ko'rsa, masalan shu videoni, уже ertasi kundan boshlash kerak nemis tili o'rganishni. Agar 0 boshlanmagan bo'lsa, agar Germaniyaga ketish qarori bo'lsa, ertaga yo 1 yildan keyin emas, ertadan boshlash kerak. Undan keyin B2 gacha bemalol o'qish kerak. Yoki agar kimdadir B2 bo'lib endi nima qilishini bilmay ish qidirib yurgan bo'lsa, darhol Sibirni FAMET yoki FSB proofingni harakatini boshlash kerak. Chunki har bitta vaqt nemislarda ayniqsa juda ham qadrli vaqt. Ana shu narsani yo'qotib qo'yish kerak emas. Demak, mana bizda shunaqa yo'lga qo'yilgan, hozir ayni vaqtda regionlar bo'yicha ham juda ko'pchilik so'rashadi, nemis tilini onlayn o'rgansak bo'ladimi? Masalan, ko'pchilikni imkoniyati bo'lmaydi Toshkentga kelib o'rganishni. Bizda Brüder Grimm akademiyasi как раз mana shu meditsina talabalariga va umumiy o'rganuvchilarga 0 dan boshlab intensiv kurslarni yo'lga qo'ygan. Masalan, Germaniyaga til bilimisiz ketganlar ham hozir o'rganmoqda. Juda ham natija yaxshi. Germaniyani o'zida turib. Agar shunaqa holatda bo'lsa, misol uchun Germaniyada til bilimisiz ketib ishlayotganlar bo'lsa, bemalol bu kursni olib o'rgansa bo'ladi. Bu kurs demak sistema asosida juda ham qisqa muddatda, masalan, bitta kursni, ya'ni bir kursni 4 haftada intensiv o'rganish imkoniyati bor. Bu video darslik istalgan vaqtda bo'ladi. Masalan, Germaniyada vaqtimiz farq qiladi. Qish vaqtida 4 soat, hozirgi vaqtda 3 soat farq qiladi. Masalan, hech kim vaqtini nima deydi, yo'lga, boshqaga sarflagisi kelmaydi-yu. Uyga borganda dam olib, choyni ichgandan keyin albatta 2 soat shug'ullansa, bu zo'r effekt beradi. Onlayn darslarimiz ana shu tarzda yo'lga qo'yilgan. Masalan, 6 oy davomida intensiv o'rganish mumkin. Hozirdan boshlasa, demak, iyul oyi bo'lsa, yanvar oyida B1 topshirishi mumkin. Ham uyda tushunmagan joylarni yana takroran ko'rish imkoniyati bor. Juda zo'r bo'ladi. Bu ham platformada, ham platformada yuklangan video darslar orqali vazifalarni qilib topshirishlari ham mumkin. Masalan, Telegram gruppalarida. Bunaqa imkoniyatlar ham biz tashkil qildik o'quvchilarga. Mana
Germaniyaga borib hamshira bo'lib ishlamoqchi bo'lganlar, vrach bo'lib ishlamoqchi bo'lganlar bu kursni уже boshlashgan. Natija yaxshi ketyapti. Germaniyada turib deganim, mana Tojikistondan hattoki o'rganayotganlar ham bor. Tojikistondan turib, Qozog'istondan turib, masalan, o'zbeklarimiz dunyoning har xil joyida bor. Masalan, Koreyada bor. Bu nafaqat o'zbeklarimiz uchun, balki boshqa millat vakillari uchun ham mo'ljallangan. Chunki darslar nemis tilida olib borilgan. Nemis tilida. Bemalol har qanday. Demak, darslar A1 darajadan sodda, xuddi yosh bolaga oyisi gapirib tushuntirganday tushuntirilgan. U yerda ham takrorlash juda ham ko'p, shadowing ko'p. Siz nemis tilidagi iboralarni sizlar o'rgangansizlar, xuddi o'sha tarzda o'rganishadi. Onlayn tarzda o'rganish mumkin. Masalan, sizlar offlayn tarzda o'rgangan bo'lsangiz, onlayn tarzda bu yana ham effektivroq chiqqan. Chunki bu yerda interaktiv koptok otilganda o'qituvchi tomonidan savol bilan murojaat qilinadi. Ekran orqasidagi nimaga? Tomoshabin o'quvchiga. Tomoshabin xuddi xonada o'tirib dars qilayotganda ilib oladi koptokni, o'qituvchining savoliga javob berishi mumkin. Agar savoliga javob berilmasa, mana ekranda yozuvlar chiqadi. O'sha yozuvlardan foydalanish mumkin. Bu shunaqa tashkil qilingan. Subtitr orqali. Subtitr qilib, minutdan berilgan. Gapirib olish uchun maxsus pauzalar berilgan. Bu orqali intensiv o'rgansa bo'ladi. Ko'pchilik tilni intensiv emas, masalan, yulib haftada 3 kun o'rganadi. Bu qisqa muddatli bo'lgani uchun biz mana 720 soat dedik, u B2 ga chiqish uchun. Mana shu soatni hech qaysi holatda nima deydi? B1 noldan boshlab turib haftada 3 kun o'rganadigan bo'lsa, 2,5 yil vaqt ketib qoladi. 8 oy yoki 6 oyda o'rgana olmaydi bu darajani. Shuning uchun men o'quvchilarga albatta maslahat bergan bo'lardim. Mana shu onlayn kursni soatbay o'rganib borishni. Demak, mana shuncha soat o'rgandim. Masalan, sizlarda ham bo'lardi-yu. Men mana shuncha soat qatnashdim. Demak, effektini o'zi bilasiz. Til kursi oddiy matematik qoida emasda, qoidani o'rganib olib, matematikaga solib ishlab o'tiradigan. Ilm emasda bu. Mashq qilish kerak. Mashq qilish kerak. Xuddi gitarani chalib o'rganasiz-ku, mana notalarni o'rganib olganingizdan keyin chalasiz. Xuddi suzishdan, xuddi shunday. Suzishga o'xshaydi. Suzmasangiz buni iloji yo'q. Gapirmasangiz buni ham o'rganish iloji yo'q. Mashinani haydamasangiz yurmaydi. Shunday. Nemis tilida gapirmasangiz gapingiz chiqmaydi. Men dadam ham nemis tili o'qituvchisi bo'lganlar. U kishini bitta gaplari bor edi. Ruscha gapirardilar. U kishi ruscha yozishni, "Говоряна, учишься говорить." Gapirishni o'rganasan dedilar. Gapirmasdan turib ham nemis tilini o'rganish mumkinmi? Siz ayting. Gapirmasdan turib nemis tilini o'rganib bo'lmaydi. Albatta. Katta rahmat Shohjahon, taklifimizni qabul qilib vaqt ajratganingiz uchun biz sizga kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Men juda ham xursandman. Nemis tilidagi shogirdlar chiqarishyapti. Juda ham go'zal. Sharofatingiz bilan. Nurni siz ilm nurini boshqalarga ulashyapsiz. Men juda ham xursandman. Shu ilm yo'lidagi barcha o'quvchilarga omad tilayman. Maqsadni hech kim qo'ldan boy bermasin, ya'ni yon atrofidagi odamlar tasha desam tashamaslik kerak. Shunday bo'lishi kerak.